Assalomu alaykum barchaga. Hop, bugungi mavzumiz piston urish haqida bo'ladi. Manaqa piston bo'ladi, mana. Hamma biladi, ko'pchilik tikuvchilar. Hozir tayyorini ko'rsatay. Mana. Piston mana shunaqa narsa. Buni hamma tikuvchilar biladi menimcha, lekin buni urishni ko'pchilik bilmas ekan. Menga kelgan savollarga qaraganda ko'pchilik bilmas ekan. Bilishadi, lekin qiynalishadi, ko'p birak qilishadi. Qaysi apparat qaysi pistonga tushishini bilmaydi bu nasatkalarda. Hozir shu haqida ma'lumot beraman. Qarang. Mana ikkita qilib ajratib qo'yganman. Mana bu bilan bu birgalikda ishlaydi. Bu bilan buni uradi. Bu bilan bu mana bu keyingisini uradi. Shunda hozir qarang, qo'yib ko'rsataman. Mana ichi chuqurini olasiz birinchi. Pastga qo'yiladi kattasi. Keyin manaqasi bor. Uchida manaqa ichida chiqib turgan kichkina nasatka bor. Buni tepaga qotirasiz. Manaqa piston apparatga tushadi bu. Hop, qotirdik. Endi qarang. Piston har xil bo'ladi. O'shaning razmeriga qarab ham nasatkalar almashadi, lekin manaqasi bir xil. Urilish mantig'i bir xil. Mana bu bosh tarafi, materialga urganda ko'rinib turadigan tomoni. Mana uchida chiqib turgan joyi ham bor. Buni bunga joylashtiramiz, chuqur joyiga joylashadi. Bu ichidagi mana ichida ko'rsanglar, ikkita simchasi bor prujinasi. Bu yopilganda mana buni qisib qolib ushlaydi. Xuddi shu narsa tepasiga qo'yiladi. Tepasiga mana bu shaklda qo'yiladi mana. Shu yuza tarafi tepaga qaratib mana qo'ydim, joylashdi. Keyin hozir ishni ko'rsatay. Mana bu shapkalarda orqasi pistonli bo'lyapti. Xudo xolasa shuni urib ko'rsataman. Qo'ydim. Buni kuch bilan bitta qattiqroq bosib olish kerak. Keyin mana teshib bir-biriga yopishib qoladi. Material teshib olish shart emas, buni o'zi teshib ketaveradi. Endi qarang, bunisini urdik. Endi bunga joylashadigan mamasi, bu papasi desak, buni hozir bunga urishimiz kerak bo'lgan mamasini urishni ko'rsataman mana. Qarang. Bularni yechib tayyorlaymiz. Mana oldingi urganimizni yechib tayyorlaymiz. Bunisini ham. Yechib olamizda. Joyiga mana buni qo'yamiz mana. Bu ichi chuqur emas, chiqib turgan temirchasi bor. Buni qo'yamiz. Tepasidagi bo'lsa prujinalik bo'ladi. Chetida prujina, bir xilda rezinka ham bo'lishi mumkin. Lekin ichi chuqurcha, mana chuqurcha bo'ladi. Buni tepasiga qotirib olamiz. Endi buni bu yerga urishimiz uchun belgilab olishimiz kerak. Hozir to'xtang. Buni o'zini uradigan piston endi adden bo'ladi, boshqacha bo'ladi mana. Bu uzunni, mana uchi uzun, buni bunga qo'yamiz pastiga. Kaltarog'ini mana. Kaltaroqni tepaga qaratib qo'yamiz mana. Ko'rdingizmi? Endi hozir mana uni belgilab olay. Mana belgilab oldim ruchka bilan.
Endi o'sha mana shu uriladigan belgilangan joyiga to'g'rilab uramiz. Mana. Mana buni ham kuch bilan bossa, mana shunaqa bo'lib ikki tomondan yopishib qoladi. Endi bu mana bir-biriga kirishadi mana. Bu tomoniga ham bitta yopishtiraman, shu bilan ish tayyor. Xullas shunaqa, agar kimda qanaqa savol bo'lsa, bemalol yozaveringlar, javob beraman.